Ulan, shu armiyanga borma. TikTokda batıl qilib, mavjini o'ynab yuraverdi. U yoqda issiq ovqatingdan kim xabar oladi? Men boraman. Borib erkak bo'lib kelaman. He, menga qara. Bobang kelgan, qani ruxsat berarmikan, ey? Bu Abduqodirni olayotgan pul o'zimiz so'mda qancha bo'ladi? Shu fit million so'm bo'ladi otam. Voy bobojon. Birovni pulni hisoblab o'tirishdan boshqa tema yo'qmi? Hozir butun dunyoda shu tema bo'lyapti-da, bolam. Nima mo'ltallab o'tiribsizlar? Ota, nevarangiz armiyaga ketaman deb jotibdi. Armiya? Ha. Yig'ishtirdi armiyangni, bo'lmaydi. Mana men 4 yil soyuz payti Sibirda xizmat qildim. Yirtiq sapogda kartoshka tozalab polatib urib o'tib ketdi. Bekorga dembilla urib tishimni sindirdi. Bundan ko'ra balog'ermi bo'lsang bo'lmaydimi? Bulonger. Shunda televizorlarda ko'ramiz, Davron to'g'ri shularniki mazza qilib yashayapti. Aynan. Nima desanglar deylar. Men baribir boraman bobojon. Oyog'im qaltirayapti. Qaltirama jigar. Bo'ri bo'lsang bo'riday bo'l. Askarlarni zo'riday bo'lgin. Tekson! Bo'ri? Qaltiramang bo'ri. Katta hayot endi boshlandi. Ketding yigitlar. Bu kiyimlar mangami? Katta xo'langa kimga bo'lar, sanga-da? Boshdan oyoq sarflab beryapsizmi? Bu sapog yangimi? Nima eski bo'lsin-da? Bobom aytganda eski yirtiq sapog beradi deganda. Kechirasiz jigar. Nima? Jigar. Jigar uyingda bo'ladi. Serjant Azamatov bo'ladi. Bor soching oldirib kel. Uzr. Serjant Azamatov, Sanchas qayerda? Nima qilasan? Qornim og'riyapti. Tavba qildim. Bu kelgandan sanchasi so'rayapti. Sharmanda. Restoranda bunday ovqat yo'q-ku. Sevdim shu qizni. Hozir kelaman. Ovqatim yema. Yaxshi qiz. Sizga gul bersam, menga non berasiz. Hey! Ochirta tur, biz ham gul beraylik. Sariq pishaq, sanlarga boshqa qiz yo'qmi? Nima men yaxshi ko'rgan qizga gul bermoqchisan? Jigar, chastanaqa shu qiz bor ekan-ku. Boshqa qiz yo'qmi-kan? Yo'q-da. Men beray shunga, nimani qilyapsan? Men beray, men katta-ku. To'g'rilikdan so'ka qo'zi. Kartoshkani tozala, qo'llarni Tinchda yur, Mansurov. Serjantim, bobom aytdi, kartoshka tozalaymiz ekan. Bu bobong davrida qolib ketgan, u kartoshka tozalash. Uxla.